Birinchi qiyomat jumla jahonga Allohdan keladigan qiyomat. Ikkinchi qiyomat umid bilan bir yostiqqa bosh qo'yib, boringga yo'g'ingga ko'nib, tun hamroh, kun hamroh bo'lgan farzandlaringni qornida ko'tarib, o'limni bo'yniga olib, farzand tug'ib, farzandlaringni oyoqqa qo'ygan, oq yuvib, oq tarab, o'zingni ko'chaga chiqarganda odamlarni yuzdagi holdek pokiza qilib chiqargan, jufti halolingdan, ayolingdan ayrilgan kuning, ayolingni qabrga qo'ygan kuning erkakka qiyomat bo'lib qolar ekan. O'g'illarimizni haftalab ko'rmaydigan kunlar bor. Bitta dasturmolni chayib berish kelinlarga malol keladigan joylari bor. Agar qushni qanoti butun bo'lsa parvozi baland bo'lar ekan bolam. Bitta qanot singandan keyin yerga yiqilganingni bilmay qolar ekansan. Shunday vaqtlar bo'ladi. Janoza o'qiymiz. Ayollarning tobutini ko'tarib kelishadi. Janoza o'qilishdan oldin savol beramiz. Necha yil umr kechirgansiz ahli ayolingiz bilan? Hammalari har xil muddatga yetishadi. Rozimisiz? Hozir janozani o'qiymiz, didor qiyomatga qoladi deganimizda yig'lab mingdan mingga roziman deb rozilik izhor qilishadi. Qabr tepasiga boramiz. Qabr tepasiga borib, ayollarni qabrga qo'yganlaridan keyin odamlar sekin tarqalayotgan payt go'rkovlarni qo'llaridan ushlab iltimos qilgan otalarni ko'rdim. Bolam, ayolimni oldiga hech kimni qo'yma, men o'zim tez kunda kelaman. Men seni yolg'iz tashab qo'ymayman deb, oradan ko'p o'tmasdan ayolini qabrini oldidan qo'lim topgan erkaklarni ko'rdim. Bir tomondan yuraging ezilib yig'laysan, bir tomondan tahassub qilasan, qanday baxtli insonlar. Bir-birini tushungan, chiroyli umr guzaron qilgan, yonma-yon qabristonda yotgan eri xotinlarni ko'rganda tahassub qilasan. Bir xil hayoti farovon bo'lgan, bir-birini tushungan eri xotinlarni hayoti u dunyoda ham davom etar ekan, jannatda ham didor bo'lar ekan. Ilohim har bir insonga umid bilan bosh qo'ygan, jufti haloli bilan qo'sha qarishchi, o'tkazgan hayotidan chiroyli bir mamnun bo'lib, umr guzaron qilib, jannatda ham birga bo'lishni Alloh nasib etsin.